O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan belgilangan vazifalar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan shahar va tuman qo'riqlash bo'limlarining texnik qo'riqlash markazlari tomonidan aholi xonadonlari, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari hamda savdo komplekslarini qo'riqlovga olish borasida aholi o'rtasida keng ko'lamli targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ushbu targ'ibot tadbirlari fuqarolarni zamonaviy texnik qo'riqlash vositalarining afzalliklari bilan tanishtirish, ularning mol-mulki xavfsizligini ta'minlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Navbatdagi targ'ibot tadbiri Urgut tumanidagi savdo nuqtalari va aholi gavjum joylarda tashkil etildi. Tadbirda Urgut tuman Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmatining texnik qo'riqlash markazi xodimlari ishtirok etdi. Ular tomonidan yig'ilganlarga aholi xonadonlari hamda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarini qo'riqlovga olish tartibi, texnik qo'riqlash vositalarini o'rnatish jarayoni, shuningdek ushbu tizimning qulaylik va afzalliklari haqida ma'lumotlar berildi. Aholi o'rtasida keng targ'ibotlar o'tkazilib, qo'riqlash xizmatining zamonaviy texnik qo'riqlash vositalarining imkoniyatlari to'g'risida batafsil tushunchalar berib kelmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad jamoat joylari, mahallalar, xonadonlar, savdo kompleks obyektlarida jinoyatchilik va huquqbuzarlikning oldini olishdan iborat. O'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlari davomida aholiga qo'riqlash xizmatining zamonaviy texnik qo'riqlash vositalari to'g'risida batafsil tushunchalar berilib, targ'ibot tadbirlari davomida qo'riqlash xizmatiga qiziqish bildirgan fuqarolar bilan shartnoma tuzilib, ularning mol-mulklari qo'riqlash xizmati tomonidan qo'riqqa olinmoqda. Tadbir davomida fuqarolar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan atroflicha javob olishdi. Albatta, bunday targ'ibot tadbirlari aholi ongida huquqiy madaniyatni yuksaltirish, fuqarolarning o'z xavfsizligiga bo'lgan mas'uliyatini oshirish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashishda muhim o'rin tutadi.